أسناننا نمضي وتبقى هنا Mana aziz yurtdoshlar, alhamdulillah 5-6 kunlik bir mehnatdan keyin, charchoqdan keyin maktabimiz mana bunday holatga keldi. Bu maktabning hovlisi to'laligicha bir tozalandi va ba'zi bir ta'mirlashlar olib borildi va ta'mirlashlari olib borilmoqda. Hozir mana shu kungacha bo'lgan taraf xarajatimiz $1450 taqriban tashkil qildi. Tabiiyki bu yerda eshiklar o'rnatiladi va yana shunga o'xshagan mayda-chuyda ishlar. Endi maktabni ahvolini ko'rishimiz mumkin. Bu shu urushlar sabab atrofiga bir turli xil snaryadlar, bombalar tushish natijasida maktablarning hamma joylariga hamda asfaltlar urgan, boshqa bo'lgan va keyin aytdan ko'rishimiz mumkin. Bu o'zi koridor bo'lgan, tomlari yechib olingan. Shu temirni sotishlik uchun tomlarini sindirib, endi bu yer shu musulmonlarning qo'lidan ketgandan keyin shu zolim Bashar Asadni askarlari kelib, bu sinflarni tomini sindirib, temirlarni chiqarib, mana shunday bir tuzuk maktabni buzib ketishgan va bu joy tashlandiq bo'lgandan keyin bu yerda endi kimlardir kelib turib qo'y boqishgan, boshqa qilishgan, ya'ni maktabni juda ham bir xaroba holatga keltirishgan. Hozir biz maktabning hovlisiga ikkita konteyner qo'yamiz. Ya'ni bu yerga shu 4 ta sinf kerak. Ikkita konteyner qo'yamiz va ikkita sinfni mana bu yerda bir ta'mirlasak bo'ladi. Ta'mirlashlik uchun siz azizlarning bir yordamingizga, saxovatingizga muhtojmiz. Sababi, ya'ni ta'lim loyihasiga deb ehson qilingan pullar tugadi va mana bu joyni yana tozalab, ta'mirlashligimiz uchun taqriban $2000 sarf xarajat kerak bo'ladi. Bu nimadan iborat? Mana bu yerni yopamiz. Birinchi tozalaymiz. Bu yerlarni tozalaymiz. Pollarini tozalaymiz. Tozalab turib, suvoq qilib, styajka qilinadi va undan keyin shu derazalar va eshiklar o'rnatiladi va undan keyin shu mana shu yopiladi. Bu yer yopilgandan keyin mana bu ham yopiladi, bu yoq ham yopiladi va bir bunday maktab manzarasiga kelinadi. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli marhamati bilan biz o'tgan yili ta'lim loyihasi doirasida ikkita maktabni barpo qilgandik va ikkita maktabni ta'mirlagandik. Oldinlari Suriyada, ya'ni urush holatida faqatgina bitta viloyatda harakatlanardik. Va hozir alhamdulillah Suriya ozod bo'lib, 14 ta viloyat ochiq va 14 ta viloyatda ehtiyojlar, ya'ni juda ham ko'p, ya'ni qancha sarflasangiz ko'rinmaydigan holatda va juda ham vayronagarchiliklar ko'p va bu vayronagarchiliklarni bu diyorni, bu shaharni bir qayta tiklashlik uchun bu shaharni hammamizni bir himmatimizga, hammamizni bir mehnatimizga ehtiyoj bor. Shu sababdan biz Saxovatli qo'llar xayriya jamoasi o'laroq tashqaridagi va shu Suriya ichidagi turli xil arab bo'lsin, ajam bo'lsin, blogerlarni va mana shu xayrli ishlarga bir moyil bo'lgan akalarimizni, ukalarimizni bir jalb etib, bu faoliyatlarimizni yana ham aktivroq, yana ham bir faolroq qilish maqsadida mana shu bir xayrli rejani oldimizga qo'ydik va bu rejamizga ijobat qilib hozir hammamiz tanigan bir bloger bu yerga tashrif buyurib, inshaalloh bundan keyin faoliyatlarimizni bu birodarimiz bilan birga olib boramiz. Biz bilan birga Abdulaziz Ahmad birodarimiz. Assalomu alaykum barchaga. Alhamdulillah, birodarimiz aytib o'tgandek, Suriyada urushlar tugab, Suriya xalqi bu zulmlardan qutulgandan keyin Suriya taxminan 14 yil ichida urushlar ichida yashab keldi va ushbu urushlar natijasida ko'plagan shahar, qishloqlar va ushbu ko'rib turganimizdek bir maktablar bombalanib vayron qilingan va siz biz bu yerdagi bir xalqni bu urushlardan qayta bir yangi hayotga qadam qo'yishlari uchun ularni qo'llaridan tutib oz bo'lsa-da bir og'irlarni yengillashtirishlikka bir harakat qilishimiz kerak va ko'rib turganingizdek ayni vaqtda biz Suriyani hamma viloyatidagi shu urushlar natijasida bir vayron bo'lgan maktablardan biridamiz va birodarimiz aytib o'tgandek bu yerda bir ta'mirlash ishlari olib borilyapti va inshaalloh qisqa kunlarda bu maktab ham o'z bag'riga yangi o'quvchilarni qabul qilib va bu yerda yosh bolalar yangitdan bir yangi ta'lim yiliga kirib borishadi inshaalloh.